Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa Farg'onalik bobon sizlarga yana bitta shopton navini aytadi. Big top do'stlar. Mana yilliga baho berasizlar. Bittasi 300-350 grammgacha bo'ladi. Danaga ajraydi, o'ta pishanlarga kiradi do'stlar. Payvandagi yovoy shoptoldi. Yili 4-yilda shoptolimizni hosiliga baho beriladi. Kamida 40 kg 50 kg mevasi bor. Videoni qarang. Shoptol o'ta yirik do'stlar. Kamida 80-85 kalibrda shoptoli. Kim bunga qiziqayotgan bo'lsa, buni ko'chatlarni Farg'onalik bog'bon kanalidan sotib olishlari mumkin. Dastlabki qilib katta gektarlaring bo'lsa, meva kirguncha xudo xolasa abreskalarni qilib, dog'asini qanday paytda chachadi, hamma ma'lumotni berib bo'lamiz. Sababi biz bilan ishlagan odam xudo xolasa natijaga erishadigan umiddamiz. Mana big top bu ham zo'r, o'ta pishanlarga kiradi. Bemalol qo'rqmasdan bundan bog'lar ko'paytirishlaringiz mumkin. Sababi shoptolni vidi bor, danaga ajraydi, yirik eng muhimi, o'ta pishan bo'lsa ham shoptolni kalibri yirik do'stlar. O'zimiz ichki bozor ham, tashqi bozor ham zo'r, ham qattiq, ham chidamli, tepasida bir oy davomida turadigan shoptollarimizdan yana biri big top do'stlar. Sog' bo'lsa bizni kuzatishda davom etinglar. Videoni shoptonlik qiziqqanlar tez jo'natib beramiz. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sababi Farg'onalik bog'bonda doim yangi narsalar bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi narsalarni sizlarga ko'rsatib boramiz.